Assalomu alaykum. Bugun hammamiz boshimizdan o'tkazadigan, lekin ko'pincha sezilmaydigan bir holat haqida suhbatlashamiz. Tananing suvsizlanishi. Ba'zi kunlar bo'ladi. O'zingizni hech narsa qilmasangiz ham charchagan his qilasiz. Bosh og'rig'i, ko'zning tez charchashi. Ko'pincha bu mayda belgilar aslida tananing menga suv kerak degan chaqirig'i bo'lishi mumkin. Suv kamayganida birinchi bo'lib miyamiz ta'sirlanadi va charchoq bilan signal beradi. Og'iz va teri signallari. Og'iz qurishi, lablarning yorilishi, hatto nafasning biroz og'irlashishi bular suvsizlikning eng oddiy belgilaridan hisoblanadi. Teringiz ham darrov sezadi. Xiralashadi, taranglashadi, xuddi jonlanish yo'qolganidek ko'rinadi. Chunki suv terining eng asosiy manbasidir. Peshob rangi. Eng aniq belgisi peshob rangi. Agar rang to'q sarg'ayib borayotgan bo'lsa, ayniqsa kun davomida, bu tana juda ham suv so'rayotganidan dalolat beradi. Ko'pchilik o'ylamaydigan alomatlari esa suv yetishmasligi ba'zida juda qiziq belgilar bilan ham namoyon bo'ladi. Masalan, to'satdan shirinlik istagi. Adashmadingiz. Chunki tana suv topa olmaganida energiyani uglevoddan olishga harakat qiladi. Shuningdek, yurak urishining tezlashishi, mushak tortishlari, diqqatni jamlay olmaslik ham suvsizlikka bog'liq bo'lishi mumkin ekan. Ba'zan asabiylashish, sabrsizlik, bezovtalik ham shundan kelib chiqadi. Kuniga qancha suv ichishim kerak deb savol berayotgan bo'lsangiz, bu insonga qarab farq qiladi. Lekin o'rtacha kattalar uchun kuniga 6-8 orasi stakan juda yaxshi boshlanish hisoblanadi. Agar ko'p terlasangiz yoki choy, qahva ichsangiz, bu miqdor yanada ko'payadi. Bugun kichik ko'ringan, lekin sog'lig'imizga bevosita ta'sir qiladigan bir mavzuni muhokama qildik. Azizlarim, o'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar biroz bo'lsa-da siz uchun foydali bo'la oladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. O'zingizni asrang va suv ichishni unutmang.